Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bu yerda pomidorimiz tanalari qalinlashib ketgan. Xo'p, bugungi chislo 24-mart. Hosildorlik katalishi susayib qolgan. Sabab bu yerda anchagina yaxshigina poralar tashlangan yerga ekilishdan oldin va ozuqalarni to'g'ri tartibda ozgina kam berganimiz sababli yerimizning o'sha go'ngi, ya'ni porusini ko'p yeb qo'yganligi uchun tana qalinlashib ketgan. Ya'ni azotli yerimiz kuchayib ketganda, o'sha azotli yer kuchaytirib tanani qalinlashtirib yuborgan. Hozirgi vaqtda bunga biz qilishimiz kerak bo'ladi. Azotsiz ozuqa 0,50 yo 0,34 tomir ortuvchi o'g'it bilan birgalikda berish kerak bo'ladi. Uni birgalikda bersak agar, ko'rib turibsiz, hozirgina fosfor yetishmovchiliklari bor tanalarida. Mana ko'karishlar bor. Ham fosfor yetishmovchiligini oldini olib ketib, gullarga yordam beradi. Kaliyli ozuqasi o'sha 0,34 imiz yoki 0,50% kaliyimiz hosildorlikni katartirishga yordam beradi. Tomir ortuvchi o'g'it ishlamayotgan tomirlarni yana yaxshi ishlatishga yordam beradi. Birgalikda qo'shib beriladi. Dozasi 0,50 gelimizdan 2 ta 1 tonna suvga qo'shilgan holatida tomir ortuvchi o'g'it 1 litr. 0,34 tonnasiga 2 kilo 1 litr tomir ortuvchi o'g'it yo bunisi tomirdan beramiz. Va ertangi kuniga обязательно tomir bargidan sepishimiz kerak bo'ladi. Hosil katartirishi uchun 10-10-50 parashkoviy NPK bilan 20 gram 10 litrga va shunga qo'shilgan holatda Benefit yoki Navadus yoki Agrazim yoki qanaqa desak, Lagapusher yoki organik moddali o'g'itlar bilan qo'shilgan holatda dozasi 20 gram 10 litrga qilib turib, boyagi NPK bilan bargidan ertasi kun bargidan sepamiz. Birinchi kun tomiridan, ikkinchi kun bargidan. O'shanda o'zgarishlar xudo xolasa sezilib qoladi. Bugungi mavzuimiz shu.